Assalomu alaykum taraflar podkasti. Xuddiki biz avvalgi dasturimizda teleportatsiya so'zini ishlatib Misrga teleportatsiya qilamiz degandik. Bu qaysidir ma'noda amalga oshdi va shu bilan birgalikda xuddiki bir sehrli so'zdek meni o'zimga ta'sir qildi. Master psixolog bugungi kunda ko'plab insonlarni aynan mana shu qalb yo'lida ijod qilishga, qalb yo'lida yashashga o'tishga o'rgatayotgan va o'zini aynan mana shu ta'limotini yo'lini oson yashash yo'lini, ya'niki yuqtirayotgan desa ham bo'ladi. Ustoz Shekina, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Aynan Misrda ko'rib turganimdan birinchidan xursandman, ikkinchidan juda ham ta'sirli. Ya'niki siz Misrga taklif qilib, shogirdlaringizni, izdoshlaringizni qilgandan keyin Misr haqida o'rganib chiqdim-da. Birinchi bo'lib ayollarni o'sha lab bo'yog'idan tortib soch bo'yog'igacha Misrda kashf etilgan. Bundan masalan 1000 yil, balki million yil avval maktub bir-biriga yuborishlari Misrda topilgan va shu bilan birgalikda o'sha sovun sochni taroqlarigacha Misrda. Buni qarangki, bugungi kungacha biz uchun juda ham muhim bo'lgan, ayollar uchun, insoniyat uchun eng muhim bo'lgan ko'plab narsalar Misrda kashf qilingan. Shularni nazarda tutib, bu qadar sivilizatsiya 1000 yil oldin rivojlangan bilimmi yoki xuddiki shunaqa bu yerda sir-sinoat bormi? Tanlagan joyingiz muhim bo'ldi. Tanlaganingiz va bugun tanlaganingizga yarasha aynan mana shu joyi energiyasini deydimi yoki mana shu joyda manfaatli bo'ldimi sizning darslaringiz? Menimcha 100% o'zini oqladi. Chunki O'zbekistonda ikkita retrit o'tgan bo'lsa, u retritlarim ancha qattiq, ya'ni qiyinroq o'tdi o'zim uchun. Har birini baribir solishtirib qarab ketaman. Natijasini, o'quvchilarning holatini, o'zimning holatimni, umumiy holatni qaraganimda bu yoqda yumshoq o'tyapti-da. O'zbekistonda ikkita o'tdik, juda katta natijada va juda katta kuch bilan o'tildi. O'ylagandimki, u yoqda professional bo'ldi, u yoqda o'quvchilar ko'p edi. Endi imkoniyat ko'proq u yoqda kelishga jonli ishtirokchilarni. O'shani hisobiga qattiqroq bo'ldi, ko'pchilik bo'lgani hisobiga desa, bu yoqda yumshoq o'tadi deb o'yladim-da. Bu yoqda qarasam, chastota u retritlardan ko'ra ancha baland bo'ldi. To'lqin ancha baland bo'ldi o'quvchi soniga qaramasdan. Lekin o'ylagandim, bu yoqda kam o'quvchi bo'ladi, kam ishtirokchi bo'ladi, hamma ham kela olmaydi yoki hamma ham ko'tara olmaydi, qatnasha olmaydi. Lekin o'tgan ikkita retritimizdan ham bu yoqda ko'p ishtirokchi bo'ldi. To'lqin, chastota baland, mavzularni qabul qilish o'ta yumshoq va men o'zim o'tkazayotgan to'lqin juda baland o'tdi. Ya'ni katta farqi bo'ldi. Oldingi ikkita kuchli retrit bilan bu yoqdagi retritning kuchi bir-biriga teng keladigan darajada bo'ldi. Xuddiki professional retritda kuchidagi kuchli bo'ldi-da. Men kutmagandim bunaqa chastota berishini. O'zim maza qilib ishladim. Ishtirokchilarning holatini-ku endi aytmasa ham bo'ladi. Natija deyilganda nima nazarda tutiladi? Menga qiziq. Natija deyilganda uni hayoti o'zgaradimi? Unga qanaqadir bir boshqacha dunyoqarashga ega bo'ladimi? Nimani nazarda tutasizlar aynan mana natijada? O'quvchini holati o'zgaradi. O'quvchining kengligi o'zgaradi. O'quvchini qabul qilishi o'zgaradi. O'quvchilardagi oldinga ketish tezlashib ketadi. O'quvchini atrofidagi jarayonlar tez almashinishni boshlaydi. O'quvchini atrofidagi insonlar bilan vaziyatlar yaraladi va tez hal bo'lishni boshlaydi. Vaziyatlar yaralmasdan emas, albatta yaralib, tez hal bo'ladi va yumshoq hal bo'ladi. Deylik, sog'ligida qandaydir jarayon ketadi, oila bilan qandaydir, pul bilan qandaydir jarayonlar ketadi va unda yumshoq o'tishadi. Mana bu natija. Chunki ongning keyingi bosqichiga yumshoq darajada perexod qilishdi degan. O'tishdi degani keyingi etapiga. Mana shu natija. Aynan mana natijani master sifatida kuzatib turasiz. Ulardan qanday fikrlarni kutasizlar? Masalan, nimadirlar deb e'tirof etish kerakmi yoki ular o'sha jarayonni aytib berish kerakmi yoki ular bu haqida gapirmasa ham bilib turiladimi? Kuzatib turiladimi? Gapirishlari shart emas. O'zlari bilan qilayotgan munosabati ham ko'rsatib berib turadi. U hozir qaysi holatda, onga hozir qaysi holatda, qanaqa perihodlar qilyapti, o'zi bilan o'zini munosabati ham ko'rsatib turadi. Bir qadam qo'yishi ham. Tashmida o'qib yurganimizda meditsinada shunaqa so'z bor.
vrach hamma narsani kontrol qilish shart emas. Ya'ni analiz topshir, uni qil, buni qil deyish shart emas. Yaxshi nevropatolog bir qadam, ikki qadam tashlagandan o'sha diagnozini qo'yib beradi deydi. Xuddi shundoq yaxshi professional master o'quvchini qadamidan biladi, u hozir qaysi holatda. Qadam tashlashi bilan ko'rsatadi. O'zini hozir qaysi etapda ketayotganini. Aytishi keyingi darajalar. Baribir o'sha o'quvchilarni holati dedingiz, ruhiy holatga borib taqaladi. Nima deb o'ylaysiz? Salbiy oqibatlari haqida ham gapiriladimi yoki o'ylanadimi yoki hech qanaqa salbiy oqibatlari yo'qmi? Retrit jarayonida unda o'tadigan o'zgarishlarni qanaqadir o'sha ruhiy holat baribir har doim muvozanatda turmaydi-da. Salbiy holatlar deb nomlasak sal yanglish bo'ladi, lekin agar tushuntirish uchun bu so'zni ishlatsak bo'ladi. Har bitta salbiy deb nomlagan jarayonimiz keyingi periodni tayyorlanish etapida, keyingi ko'tarilish, keyingi bosqich, uning keyingi hayoti, keyingi sifatni hozirgi buzilishlar ko'rinishida jarayonida buni qanday salbiy deya olaman? Misol uchun deylikki, ko'ngil aynada qusdi, mazasi qochib qoldi. Deylikki, unga meditsinskiy yordam berildi. Salbiy holat. Lekin bu birovning o'zida kerak emas bo'lgan, ortiqcha bo'lgan qattiq to'lqindagi ichkaridagi sushnoslar, mavjudotlar chiqib ketyapti. Tozalanish ketyapti. Unga keraksiz elementlar, hujayralar chiqib ketyapti. Unga ortiqcha kerak bo'lmagan ortiqcha qoldiqlar chiqib ketyapti. Oddiy misol. Xuddi shunday ba'zan tortishuv bilan ketadi bu jarayon. Ba'zan yo'qotilish bilan ketadi bu jarayon. Ba'zan bir nimalarni yo'qotib qo'yishadi. Pul yo'qotishadi, telefon yo'qotishadi yoki telefonlar обновление bo'lib ketadi o'z-o'zidan. Hamma narsa o'chib ketadi. Bo'ldi, bu tozalanish. Bir onda qaraysiz, voy, hamma kontaktim ketdi, hamma rasmim ketdi. Bu salbiy. Lekin biz bilamizki, 40 yillik musor tozalandi hozir. Buni qanday bir-biriga sabotaj qilish mumkin bilmayman. Ya'ni salbiy deya olmayman-da. Buni men natija deyman-da mana shu jarayonlarni. Qaysi tilda bu salbiy. Tushunmagan paytda bu salbiy. Har 3 oyda, 4 oyda retrit. Biz siz bilan Istanbul shahrida gaplashgan paytimizda retrit 2 oy, 3 oydan keyin retrit bo'ladimi yoki o'zingiz ham retritga borasizmi desam, yaxshiyamki retrit degan edingizda. Bu jarayonni kuzatdim. Mana siz bilan bevosita mana shu o'quvchilar bilan gaplashdim. Ana retritda ham guvoh bo'ldim, o'tirdim, tingladim so'zlaringizni. Bir mo'jizaviy yaratilib hech qanaqa bir murakkab hech narsa ko'rmadim. Oddiy gaplar, oddiy tushunchalar va aynan o'sha ota-ona va hayotdagi inson noto'g'ri o'ylayotgan yoki noto'g'ri fikrlayotgan gaplarning to'g'rilanishi. Retrit desa boshqa narsa tushuncha bo'lardi-da. Yoki siz masterlar bir narsani noto'g'ri qilasizlar deb o'ylayman. Retritni oddiy tushuntirib bermaysiz. Bir oddiygina qilib ikki og'iz so'z bilan retritni nima degan bo'lardingiz oddiy insonlarga masalan? Retrit aslida nima desa? Oyni boshqa bir sifatga moslashtiruv, adaptatsiyasi. Ajoyib bo'ldi. Shuni aytmasdan retrit deydi, savoli keladi boshqa bo'ladi. Yana retritmi? Qanaqa retrit? Odam to'planadi, boshqa bo'ladi. Xuddiki bir sirli jarayon deb o'ylardim. Bunga bilgan insonlarning kelishi eng ulug' bo'ladi-da. Bu narsalar haqida bilgan inson jarayon mazasini his qiladi. Agar retrit so'zini tushunmagan inson kelmagani yaxshiroqda. Baribir mazasini his qilmaydi, olgan natijasini ham his qilmaydi. Chunki oldin aytganim kabi retrit bir fikrli insonlarning yig'ilishi, suhbatlashuvini hisobidan kelib chiqayotgan yangi sifat. Tashqaridagi kelgan inson u faqat maza qilishga, dam olishga kelgan bo'lishi mumkin-da. U biz natija deb o'ylayotgan narsalarni tushunmas. Deylikki, pul keldi hayotimga, chunki men pul uchun harakat qilgandim deb tushunish mumkin. Lekin bu harakat qardan pul keltirmaydi-ku. Lekin u harakatidan deb biladi. Biz aytamiz, biz energetik ishlandik va bu harakat natija berdi deymiz. Ya'ni biz natija ekanligini bilamiz. Ammo bilmaydi. U o'ylashi mumkin, meni pulim havoga ketdi. Tashqaridan kelgan inson. Shuning uchun retrit so'zini bilib kelgan men uchun qulayroq. To'g'ri. Natijani yaxshi his qiladi ular. Manimcha bugungi podkastimiz davomini ertaga olamiz, chunki tun cho'kayotganini, quyosh botayotganini his qilsak bo'ladi. Lekin ajoyib havo bo'ldi. Nima deysiz? Yoqimli.
ertaga agar davomini oladigan bo'lsak bo'ladi. Ertagacha sizga xayrli oqshom qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat. Misrdagi retrit haqida, Misrdagi aynan mana shu jarayon haqida bugun qisqacha aytishga harakat qildim. Davomini albatta ertaga joylaymiz. Omon bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum efirda taraflar. Biz 8 kun davomida Misrda bo'lib, master va o'tkazuvchi Shehinani shogirdlari bilan, izdoshlari bilan mana shu ta'limotini sevuvchilar bilan birga bo'ldik, kuzatdik va savollarimizga imkon qadar javob topdik va aynan topgan javoblarimizni o'zidan ham eshitish uchun ko'p marta mana shu intervyuga taklif qildik. Bularni hammasini birlashtirib uzatamiz va bugun 3-kunga intervyuimizni davom ettirmoqchi bo'lib ularni yana taklif qildik. Xush kelibsiz. Rahmat, xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'r. Ajoyib. Tabiati go'zal va bekorga kecha ham aytib o'tdimiz suhbatda bekorga tanlamaganligingizni o'zim ham his qildim. Aynan. Savollarim ishonsangiz to'lib toshib ketgan. Kechagi savollar va bugungi savollar. Agar siz aytasizki, masalan, barchamiz yaratganni bir mahsulimiz va yaratganni bir qismimiz, bir zarrasimiz deysiz. Yaratganning bir zarrasi bo'lsak, bizga nima uchun kerak? Qanaqadir meditatsiyalar yoki qanaqadir o'sha yozish chizishlar yoki amaliyotlar, shundoq ham biz yaratganning bir qismimiz-ku. Lekin shuni bilmaymiz-da. Bilmaganligimizni bilish uchun, unutganlarimizni eslash uchun biz ulanish uchun bilim olamiz, izlanamiz, nurga, energiya praktikalarga ehtiyojimiz bor. Biz unga uning aksi va uning birda bir o'zi ekanligimizni eslashimiz uchun. Bu eng katta narsa ekanligini unutganmizda. Buni bilgandan keyin hech narsa kerak emas. Faqat buni og'izda ayta olish mumkin. Men uni aksiman, men uni o'ziman, men uni deylik davomiman deyish mumkin. Lekin uni his qilmagunigacha uni berayotgan hamma kuchini hammasini olish imkonsiz. Uni kuchini to'liq olgandan keyin bu degani hamma narsangiz bor degani. Sizda bu hamma narsa ishlayapti. Koordinat bermasangiz ham ishlaydi. Aslimizga qaytishimiz kerak, aslimiz kam bo'lishimiz kerak degan so'zlaringiz ko'p bor eshitdim. Har bir inson asliga qaytishi kerak degan. Asliga qaytishdan nima naf bor? Agar asliga qaytsa hamma narsa zerikarli bo'lib qolmaydimi? Qaysidir ma'noda hamma narsani asli kabi ko'rish ham murakkab va og'ir bo'lishi ham mumkin. Shunchaki qo'yib berib, bu qadar asliga qaytish haqida gapirdingiz yoki asliga e'tibor berishlikka ko'p e'tibor qaratdingiz. Bu qiziq bo'ldi. Aynan ko'p e'tibor qarataman, yana davom etaman bunga. Bu qadar qancha naf bor yoki qancha foyda bor bundan? Inson uchun. Bu xuddiki karama ichidagi eng kichik o'zagiga borish bo'lyapti-da. O'zakka borish uchun karama postlari archilyapti-da. Bizga nima muhim? O'zak muhimmi yoki uni po'stlog'i muhimmi? Asos bo'lmasa po'stloqdan nima ma'no bor? Yaproqdan nima ma'no bor asos bo'lmasa? Asosi bilmaslik yoqimlimi insonga? Men buni hech ham hazm qila olmayman-da. Asosi bilmaslikdan yashash mumkinmi? Asosi mazasini totmaslikdan rohatlanish mumkinmi? Huzurlanib yashash mumkinmi? Shunda insonning o'yi tinch bo'la oladimi? Meniki tinch emas. Kimnikidir balki bilmasdan yashasa tinchdir. Meniki tinch emas. Va men kabi uyg'un fikrlaydiganlar uchun bu bilimlarimni o'tkazishga tayyorman. Ya'ni kimga asos qiziq bo'lsa, o'zak qiziq bo'lsa, asliyat qiziq bo'lsa, men o'tkazishga tayyorman. Chunki shundoq ham ko'p kiyimlar kiydirilgan qavatlarda yashaymiz-da. Bizga berilgan adabiyotlar, ko'p kiyimlar kiygizilgan, bizga o'tkazilgan ma'lumotlar ko'p qog'ozlarga chiroyli upakovkalarga o'ralgan. Biz bilmaymiz, uni negizida nima bor. Kechasi bilan gaplashdik-ku, siz qo'ygan rolik qo'ydingiz, sizda umuman boshqa ma'no va maqsad orqali qo'ydingiz. Ustida yozilgan fondagi qo'shiq umuman yerdagi hamma og'riqli qavatlarni ko'tarib beruvchi qo'shiq. Buni rolikni ko'rgan inson ko'radi, sevgi jabrida qiynalayotgan bir insonni, siz o'zingizni charchagan paytingizda yaratuvchanligingizni mahsulini qo'ydingiz.
katta farq bor o'rtasida. Kimdir egregori ko'radi bunda, kimdir asliyatdan dam olayotgan insonning ijodini ko'radi. Buni o'zingiz ko'rib turibsiz, asliyat qanaqa narsa ekanligini va postloq qanaqa narsa ekanligini. Qanday qilib intilmaslik mumkin? Qanday qilib egriliklardan xolisini, aslini ko'rmaslik mumkin? Buni men hazm qilolmayman. Hammani aslini ko'raman desang, atrofingda hech kim qolmaydi degan jumla bor-ku. Ya'niki inson kimsasiz qolib ketishi mumkin. Aslini topaman, aslini qilaman, asl do'st qidiraman, asl turmush o'rtog'ini qidiraman, asl yana kimnidir qidiraman. Haqiqiy mana shu asli kabi bo'lgan insonlar deb. Bu qadar oson emaski, ularsiz qolib ketib, kimsasiz qolib ketib, yolg'iz qolib ketish qo'rquvi bor va shu bilan birgalikda bunga yuzlanish o'zi og'ir. Siz aytayotgan narsalarda inson yolg'iz qolib ketishi mumkin. Siz berayotgan bilimlarda inson kimsasiz qolib ketishi mumkin. Bu sizni cho'chitmaydimi? Yoningizda yolg'onlarda yashayotgan inson bilan yashash sizni cho'chitmaydimi? Yolg'onlari bilan ertaga nima o'ylab toparkan deb uxlashingiz sizni og'ritmaydimi? Har kun u bilan kurashish sizga qiziqmi? Bu yoqda o'zingizni ijodingiz, bilimingiz, proyektlaringiz, loyihalaringiz bilan band bir dunyoyingiz borda, bu yoqda kimdir har kun o'yin yaratish bilan band. Qaysi biri sizga qiziq? Albatta buni tanlaysiz. Ya'ni yaratuvchanlik bilan band bo'lgan inson o'yinlardan xoli inson yanada bu ishlarni tanlov qiladi-da. Bu tanlovga ko'ra xuddi shunday inson kirib keladi hayotingizga. Ya'ni o'yinlardan xoli inson bilan qiynalgan paytingizda sizga birgalikda ijod qiladigan inson kiradi-da hayotingizga. Ya'ni bo'shliq o'rni to'ldiriladi. Inson borki, jufti bor. U o'rniga kiradi. Faqat o'rni bo'shagan paytda-da. Ya'ni yolg'iz qolishlik degan narsa bo'lmaydi. Har doim bor. Faqat kimdir bor o'tkazib beradi u insonga. Misol bo'lishi mumkin bir o'rtog'ingiz, bu bilan bir tajribalarni yashadingiz va sizni bilimlaringiz yuksalgan sari bu o'yinlarda ortiq yashagingiz kelmay qoldi va o'rtog'ingiz o'zini yaqinlari bilan birlikda bo'ladi, sizga yangi davra insonlari kirib keladi hayotingizga. Yolg'izlanmaysiz. Faqat qo'rqmasangiz bo'ldi. O'zingizni berib borsangiz bo'ldi. Agar bu yoqdagini yo'qotishdan qo'rqsangiz, bu yoqdagini ko'ra olmaysiz. Bu yoqda nimalar kutayotgani umuman mavhum va go'zal ham bironing o'zida. Menga shunday. Tarixdan bilamiz, buyuk insonlarning yolg'iz o'tganligi, buyuk insonlarning yolg'iz yashaganligi, ular jufti bo'lmaganligi ham endi kitoblarda bor. Bu qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadim. Ya'niki o'nlab insonlar ismlari keltirilishi mumkinki, ular yolg'izlikda ijod qilgan. Yevropa bo'lsin, Sharq bo'lsin, har doim yolg'iz insonlar buyuk ishlarga qo'l urgan. Xo'p, bu qadar go'zal ijod yaratuvchilik yolg'izlarga berilar ekan, unda nimaga insonlar yolg'izlikdan qo'rqadi? U davrda yolg'iz qolib ijod qilish, yolg'iz uyg'onish to'g'ri bo'lgan. Ya'ni boshqachasiga qiyin edi. Yolg'iz bo'lmasdan qiyin. Ulanish, patok, portal, meni tillarim bo'yicha bularga ulanish yolg'iz bo'lmasdan qiyin bo'lgan. Yetishish yo'li, yuqoriga ulanish yo'llari juda ham qiyin, mashaqqatli bo'lgan. G'orlarda, sahrolarda, hujralarda o'tirib ibodat bilan yoki meditatsiya bilan ulanishiga to'g'ri kelgan. Hozir buni hech keragi yo'q-da. Ya'ni oldin oilasi bilan birga hujraga keta olmaydi-ku, o'zi yolg'iz qolib uyg'onadi, ulanadi. Hozir bemalol oila bilan, farzand bilan, yaqinlar bilan birgalikda uyg'onishi tez yo'llari mavjud. Hamma narsa shakllandi. Meditsina shakllandi, bilim shakllandi, hamma narsa o'zgardi. Endi oldingidek qiyin transformatsion yo'llar kerak emas. Bir chetda uyg'onib, keyin oilaga kelib, keyin oila bilan yana uyg'onish yo'llarini yashash, bunaqa qiyin yo'llar oldin kerak edi uyg'onish uchun. Hozir to'g'ridan to'g'ri jamiyat bilan birgalikda uyg'onishi usullari bor. Istasin yetarli. Qoidalarni bilsin, bilimlarni bilsin yetarli. Bemalol oila bilan birgalikda uyg'onish mumkin, ijod qilish mumkin, yaratuvchanlik qilish mumkin, asarlar yaratish mumkin, birlikda yana ham katta kuch bilan qilish mumkin. Oldin balki buni kuchi qiyin bo'lgan, chunki zamon, davr ancha hammaga bir xil
yetuklikda emas edi. Ya'ni kimdir uyg'ongan, aytganingizdek, buyuk asarlar yarata oladi, chunki to'g'ridan-to'g'ri uyg'ongan ruhlar bor edi va kam edi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri uyg'ongan ruhlar oilalarning ichida uyg'onib ketyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, retrit ishtirokchilarida bu jarayon ketyapti. Ya'ni biz bilan yonma-yon yurgan insonlarda tayyor uyg'ongan ruhlar shakllanib chiqyapti-da. Men uyg'ondim deganday xuddi. Oldin bunaqa emas edi. Oiladan bitta yoki mahalladan bitta inson uyg'ongan emas edi. Davlatdan bitta, balki viloyatdan bitta inson uyg'ongan bo'lardi va u yolg'iz qolishga majbur. Chunki atrof to'la uni orqaga tortuvchi qism. Bu yoqda uyg'onganlar har qadamda уже mavjudlashyapti-da. Bir-birini qo'llaydi va bemalol birgalikda yana davom etish mumkin ijodlarini, asarlarini. Hozir mumkin hammasi. Oldingi davr emas hozir. Kelajakda qanday davr kutmoqda deb o'ylaysiz? Yana Kelajakda o'tkazuvchilar davri kutyapti. Ya'ni hamma o'tkazadi. Hamma to'g'ridan-to'g'ri yuqoridan informatsiyani qabul qiladi. Bilim shart bo'lmaydi. O'rgatuvchi shart bo'lmaydi. Umuman 100%. Hozir bor, lekin kam foizda. Keyin har bir inson shunday bo'ladi. Har bir inson hech qanday bilim keragi yo'q. To'g'ridan-to'g'ri yaratuvchining qurollarini his qilib qadam tashlaydi. Bunga oz qoldi. asliyatga qaytarib, o'zini toptirib, asl bilimlarni o'rgatib, insonlar oson yashashiga yo'l ochib berib yoki oson yashashiga o'rgatib, bunda shunda sizga nimalar? Maza qilaman. Boshqa narsa qiziq emas, maza qilaman. Xuddiki meni yo'naltirishadi bunga. Buning uchun yo'llar ochib berishadi menga. Sizni berishadi menga. Yo'ying deydi. Hammaga tarqalsin deydi. Atrofimni shunaqa yordamchilarga to'ldiryaptiki, bu bilimlar yoyilishiga, insoniyatning uyg'onishiga shu qadar yo'nalish berishyaptiki yuqoridan. Hamma yordamchilarni, himoyachilarni oldimga qo'yib qo'yapti. Bu degani bu yo'l juda to'g'ri. Yo'l seniki va davom etki, biz seni boshqa narsaga chalg'ishingga, qiynalishingga, qattiq harakatlarni o'zing qilishingga kuchingni yo'qotishingni istamaymiz. Sen faqat o'tkazuvchanlik qilki, qolgan hammasini biz tayyorlab beramiz senga. Bunaqa yo'llarimni oson qilib berishyapti-da, yaratilishimdan vazifam bo'lmasligi mumkin emas-da. Oson ketyaptimi? Berilayotgan yo'lda yurish bu degani sizning missiyangiz deganida. Men maza qilyapman bundan. Ya'ni xuddi instinktda menga buni berish. Bundan boshqa narsani qilish men uchun yotday. Bu anglatadiki, yuqori sizga aynan sizniki bo'lgan vazifani yo'naltirib qo'ydi. Boshqa narsaga chalg'ishingizga shart bo'lmadi. Hamma qarshiliklarni atrofingizdan olib tashadi. Balki yana qachondir bo'lar, lekin hozir yo'q. Yo'naltirishadi, o'shanga qarab ketiradi. Hozir bu yoqqa yo'naltirishyapti, uyg'ot deb yo'naltirishyapti va bu bilan men maza qilyapman, eng muhimi. Qiynalmayapman, maza qilyapman va insonlar maza qilyapti. Ya'ni hayot yengillashyapti, muammolari kamayapti, sifat oshyapti, ong daraja yuksalyapti eshitayotgan insonlarda. Bundan boshqa nima kerak bo'lishi mumkin menga? Hamma uyg'onib, hamma shunaqa bilimlarga ega bo'lsa, boshqa bo'lsa, hamma o'tkazuvchiman desa, u qadar ko'payib yana xuddiki mana o'zi psixologlar ko'payib ketdi deb har qayoqda masalan mutaxassislar, jurnalistlar gapiryapmiz. Biz jurnalistlarga qiyin bo'larmi? Chunki har biringiz boshqa yo'nalishdasiz, ya'niki masalan insonni asliyatiga ulash yoki asli kabi bo'lib yashashni osonlashtirish qaysidir ma'noda meni qarashlarim bo'yicha. Yana kimdir oilaviy muhitni tekis to'g'irlash, uni boshqa qilish. Mana shu yo'ldagi psixologlar deydimi, o'tkazuvchilar deydimi, hech kamaytirmas ekanda. Dunyoda baribir mana shu taqamayda juda muammolar kamaymas ekan. Qaysidir ma'noda baribir balans deganda 50-50 hamma narsa qoladi deb o'ylayman-da. Masalan, tun bilan kun qolgani kabi yaxshi bilan yomon qoladi, adashgan bilan adashmagan qoladi, baribir qolar ekanda.
Ya'ni insoniyat tabaqa o'sib boryapti-da, har doim o'sish ketaveradi. To'g'ri, borgan sari eng pastki qatlam filtrlanib tozalanadi. Mayda savollarga o'rin qolmaydi. Chunki aytganingizdek psixologlar ko'payyapti. Jurnalistlar ham shunday bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir ong darajasi uchun boshqa bir ong darajasidagi jurnalist yuqoriga ko'tarilgan sari sizdek uyg'ongan jurnalistlar kerak bo'ladi. Bizga boshqa shakl uyg'on kelmaydi. Tushuna olishmaydi, qiynalishadi suhbatda. Ya'ni sizni o'sgan masterlar uchun, o'tkazuvchilar uchun uyg'onda. Bora hamma o'tkazuvchi bo'lsa qanaqa bo'ladi dedingiz-ku, jurnalistlar ham uyg'onadi. Uyg'ongan masterlar uchun uyg'ongan jurnalistlar kerak. Ya'ni bora hamma uyg'onadi va o'zini professiyasida qolaveradi. Faqat shakl o'zgaradi, to'lqini o'zgaradi, dunyoqarashi o'zgaradi, savollaringiz o'zgaradi. Bu yoqdagilar boshqa savol bilan, siz boshqa savol bilan va o'sgan ong darajasi boshqa bir tabaqa bilan ishlaniladi. Kim bilan ishlasin boshqa tabaqa. Ya'ni hamma uchun kerak demoqchiman. Past, yuqori emas. Hammaga o'zini insoni kerak demoqchiman. O'rnida hammasi menimcha borliqda hammasi. Va yana bir narsa qiziq. O'tgan galim biz Istanbulda suhbat qilganimizda Misrdagi retrit haqida gapirganimiz, keyingi retrit qayerga mo'ljallangan bo'lsa? Keyingi retritda Vyetnamda mo'ljalladik. Nima uchun, sabablari bor? Tabiiy davlat qidirdim. Tabiiyligi yuqori davlat qidirdim. Matritsa aralashmagan davlat qidirdim. Va topdim. O'tgan podkastda so'radingiz-ku, bormi variantingiz? O'ylayman, topaman dedim-ku. Va o'yladik, Vyetnamda menimcha uyg'un va aprel oyi. Vaqtini ham. Aprel oyini boshiga mo'ljalladik. Keyingi retritda. Menimcha hammaga uyg'un bo'ladi. Uyg'un davlat tanlanadi. Nima haqida bo'lishlar, bu haqida rejalaringiz bormi? Hozir endi joy va vaqtni tanladim. Bu yog'i endi nima bilaman, aniq katta transformatsion bo'ladi. Chunki kecha ham o'quvchilar so'rashdi-da, bizdagi natijamiz sizni to'lqiningizga bog'liqmi yoki bergan bilimingizga bog'liqmi? Umuman tushuna olmayapmiz. Qaysi biridan biz natijaga chiqib ketdik deyishdi-da. Yakun bo'ldi-da kecha. Berayotgan bilimim u qadar ahamiyatli emas. O'tkazayotgan to'lqinim u qadar ahamiyatli. Shuning uchun Vyetnamda nima berishim emas, men qaysi to'lqinda bo'lishim sizni natijaga olib keladi, o'quvchilar natijaga olib keladi. Tema ahamiyatli emas u qadar, lekin bilaman, yer uchun, hozirgi yangi davr uchun uyg'un temani olib kelaman. Va to'lqinim orqali o'tkazib beraman. Har doim bilasizmi, oddiy savol berishga harakat qilib, oddiy savol beraman, sizdan murakkab javoblar eshitaman. Ya'niki bu nimani natijasi? Yani bir savol bergandim sizga. Nima siz hamma savollarga javob berish haqida o'qiganmisiz degandim. Yana o'ta shunday demoqchimanki, ya'niki hamma savollarga chuqur javob beriladi. Ammo sizni gaplaringizni eshitganda u qadar chuqurlashish shart emas degan jumlalarni ishlatasiz. U qadar chuqurlashmang, jiddiylashmang, shunchaki qabul qiling. Lekin javoblaringiz chuqur-ku. Oddiy yondashib turib chuqur javob olish. Oddiy qarab shu formatga kelib qolganman-da. Ya'ni yillar natijasida o'zimni ustimda ishlash natijasida ham tajriba deya olaman, ham bilim, ham to'lqin kelib qolganman. Hech narsani murakkablashtirmasdan mana shunday oddiy, men uchun oddiy bu javoblar. Oddiy bera olaman. Bu oddiy, chuqurlashtirmaganim bu. Murakkablashtirmaganim. Shu formatga kelib bo'lindi. Ya'ni bitta vaziyat kelsa, inson ongi eski formatini ishlatadi-da. Birdaniga reaksiya o'laroq ishlatilgan ongini ishlatadi. Men ham reaksiya o'laroq ishlatayotgan ongimni ishlataman-da. Boshqa joydan bera olmayman. Qanchasini, qaysi bir ongni ko'p ishlatgan bo'lsam, o'sha bilan javob beraman. Har bir inson shunday. O'zini ko'p ishlatgan o'lchamidan javobni olib beradi. Bilimlari bo'lmagan inson, demak,
ungacha nima ответ qaytarib yurgan bo'lsa, reaksiya qaytarib yurgan bo'lsa, shu reaksiyani vaziyat yongan paytda yana ishlatadi. Deylikki, uni jahlidan chiqarishganda bir shapaloq qo'yishga o'rgangan bo'lsa, yana o'shani qiladi. Agar bilimi bo'lmasa, agar bilimlarda yursa, 10 yil oldin agar bu shapaloq bilan javob qaytargan inson 10 yildan keyin agar shu bilimlarda yurgan bo'lsa, bu javobni qaytara olmaydi. Chunki 10 yildan beri boshqa bir ongda. Ya'ni ko'p nimani ishlatsa, shu bilan javob beradi va unda qiynalmasdan beradi. Retrit natijalari haqida gapirdingiz, masalan, o'quvchilardan, man hali ular bilan gaplashganim yo'q. Natijalar ularga deyarli sezilib bo'ldimi? Hech qanday kutishmaydim, ya'niki bir dori ichsa, tabletka ichsa, ya'ni 1 soat, 2 soat vaqt ketadi. Ya'ni bu olingan bilimlarning natijasini ko'rish uchun qanaqadir oylar, hech bo'lmasa kunlar kerak emasmi? Qanday bo'ladi? Masalan, sizdan informatsiya oladi, bilimni oladi, u tezda hayotida tatbiq bo'lib ko'ra boshlaganligi qiziq. E'tibor qaratdim, kecha retrit ishtirokchilarida oxirgi kun bo'lgan bo'lsa, hamma har yoqqa tarqalib ketdi. Ya'ni o'sha bilimdan bo'kkan edi. Jonli ishtirokchilarda. Ya'ni yig'ib ololmadim kechqurungi podkastimizda. Hamma har yoqda uchib yuribdi. Kimdir dam olyapti, kimdir bozorda, kimdir yana aylanishda. Ya'ni bilimni 4 kunligini berganim уже yetarli bo'lib bo'kildi-da. Bu degani yongan savollarning hammasi o'chib qoldi va bilimga keragi yo'q, hojati yo'q, ustozjon. To'xtab turing, iltimos degan javobdami bu menga bo'lmaganida daftar ruchka bilan oldimga kelib dars qachon deb turgan bo'lishardi. Yo'q, unaqa yo'q edi kecha o'quvchi, yig'ib olmadim-da. Ya'ni 3 kun, 4 kun yetarli holatda bo'ldi. Ularni ham bugungacha bo'lgan yongan savolini tinchlantirib, boshqa bir o'lchamiga o'tkazib, garmoniya holatiga keltirishimizga yetib ortdi. Bu ular uchun yongan savollar hal, ma'lum bir etapga chiqildi. 4 kunni o'zi yetarli buning uchun. Yana vaqt berdik. Bir haftadan keyin yana bitta dars qo'yamiz. Yana boshqa o'lchamni sezishadi o'zlarida. Yana beramiz. Men 2 hafta shug'ullanaman, bo'ldi. Bu yoqda o'zlari keyin bu bilimni xuddi quyilgandek, pechat qilingandek ishlata olishadi. Men 2 hafta kuzatib turaman, bo'ldi. Ya'ni natija hali davom etaveradi, yillar davomida natija davom etadi. Menga qiziq 2 haftasi. Qolgani o'zlarida davom ettirgilari, ishlagilari, kuchaytirgilari kelsa, har eshitganda yangilanaveradi bu bilim. Vaqtsiz, masofasiz, makonsiz ishlaveradi. Har ishlaganda, har eshitganda. Natija davomli ketaveradi. Menga 2 haftasi yetarli. Ular bilan suhbatlashib yoki ular bilan o'sha natijalar haqida o'rtoqlashib shu orqali bilasizmi yoki uni ham qaysi ma'noda hislaringiz orqali sezib turasizmi? Bu ham qiziq. Ulardagi o'zgarishlar ham aytganlarida sezaman, ham hislarim bilan sezaman. Ikkisi ham. Shunday natijalar bo'lishib turadi ular, shunaqami? Natijalar hayotlarida ko'rinadi. Endi ortiqcha qiyin savollar bilan murojaat qilishmay qo'yadi. Bosalab, to'xtab, sokinlashib va hech narsa farqi yo'qday bo'lib qoladi-da. Ya'ni hayotdan kayfda. Maza qilayotgan bo'ladi. Qiyin savollar bilan murojaat qilinmaydimi? Umuman eslashmayaptimi? Bo'ldi, hammasi joyida. O'rnida. Agar to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsam, his qiladigan bo'lsam, ular sevgiga to'lib sevgi berishni boshlashadi. Hammaga. Menga ham xuddi shunday. Berishni boshladi, bo'ldi. Bu natija. Masteri hayotida, masteri o'zida, masteri gap so'zlarida mana shu berayotgan bilimlarning natijasi ko'rinib turishi shartmi? 100% bo'lmasligi mumkin. Master bilimlari zo'r bo'lib, o'zi u qadar ko'p narsaga erishmagan, masalan, u qadar puliga, sayohat, yana bir nimalargadir ochilmagan, shaxsiy oilaga ochilmagan bo'lishi mumkinki, lekin uni bilimlarini zo'r deb atash mumkinmi? Mumkin. Master bilan gapirayotgan yoki o'sha berayotgan bilimlari uyg'un emasmi? Ayro-ayromi, ya'niki. O'zi shunday yetib kelsin, keyin bilim bersin, o'zi avval hal qilsin ko'p masalalarni, keyin ko'pchilikka bilim bersin yoki aqllilik qilsin degan jumlalar borki, avval o'zingda namoyon qil, ana undan keyin ber. Chunki sen to'yding, endi toshib ketding, endi bersang bo'ladi. O'zing hali yetib kelmagansanki, boshqalarga aqllilik qilib o'tiribsan degan e'tirozlar ko'p. U ong uchun bu to'g'ri. E'tiroz qilmayman buni.
u ong uchun, ya'ni hamma narsani ushlab ko'rib Albatta. javob qaytaruvchi ong uchun bu haqiqat. To'g'ri o'ylashadi. Boshqa bir tomondan, boshqa bir o'lchamdan, boshqa bir proyeksiyadan qarasak, masterlik yo'li u qadar insonlar o'ylagan qadar oson emas. Ya'ni ma'lum bir og'riqlar, ma'lum bir jarayonlar, ma'lum bir etaplarni yashashmasa, ular o'tkazuvchi bo'lishga qiynalishadi yoki o'tkazuvchilikni berishmaydi yuqoridan. Bu to'g'riroq jumla. Ya'ni o'tkazuvchi bo'lish uchun yuqoridan tayyorlaniladi. Ma'lum bir narsalar olib qo'yiladi, ma'lum bir narsalar berilmaydi. Ya'ni balki jamiyatdan uziladi, balki puldan, balki sog'liqdan yoki yana nimadirlar. Balki hech qaysi biri bo'lmasligi ham mumkin. Kimga qaysi yo'l kerak bo'lsa, shundoq qilib tayyorlashib, keyin o'tkazuvchi qilishadi uni. Psixolog uchun aytganlaringiz to'g'ri. Lekin o'tkazuvchi uchun balki hech narsasi bo'lmasligi mumkin. Na turmush o'rtoq, na farzand, na davlat, na sog'lik. Bu ham bo'lmasligi mumkin, lekin juda katta yuqori potokda o'tkazuvchilik qilishi mumkin. Qobiliyati bo'lishi mumkin. Pulni ham qobiliyat desam kamlik qiladi. Potensial yaratuvchini yuqtirgani, shunday jumlalar uyg'un, lekin bu ham kam hattoki. Ya'ni unda hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri jamiyat va insoniyat uchun, sog'lik uchun, pul uchun yoki garmoniya uchun bilimlarni katta oqimda o'tkazib berishi mumkin. Bu umuman boshqa narsa. Ya'ni psixologning darajasi va uni ko'rinishi muhim bo'lishi mumkin, lekin o'tkazuvchiniki uyg'un bo'lishi shart emas. Ajoyib savollarga javoblar. Taraflar dasturning Misrdagi soni menimcha bugun yakun topadi, chunki biz hammamiz ertaga o'z yurtimizga, o'z vatanimizga tarqalamiz. Kim qaysi davlatdan tashrif buyurgan bo'lsa, aynan mana shu retritga o'z oilasiga, o'z vataniga qaytadi. Aynan mana shu jarayonlarni kuzatishga, jonli kuzatishga ruxsat berganingiz uchun va imkon qadar ochiqdan ochiq va to'g'ridan to'g'ri tasvirga olishga ham imkoniyat berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va keyingi safar retrit nima degan paytida o'sha ko'rganlarim deb bemalol misol qila olaman va tasvirlay olaman. Undan avval menda bu haqida hech qanday bir ma'lumotlar yoki tushunchalar yo'q edi. Insonlarni uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan savollarga ayni javoblar qaysidir ma'noda bu retrit hisoblanishini his qildim, sezdim. Sizga o'z tashakkurimni bildiraman. Charchamang bu yo'lda. Rahmat kattakon, men ham xursandman. Mana shu bilimlarga qiziqishingiz borligidan, ishtiyoqingiz borligidan, shuncha ishingizdan ortib vaqt ayirganingizdan juda ham xursandman. O'zingiz uchun, borlig'i uchun bu katta harakatni va mas'uliyatni, buni alohida aytay, javobgarlikni olib kelib o'tirganingiz o'zi bu katta narsada. Buning uchun chuqur tashakkurlarimni bildiraman. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.